1, 2, 3. Bir yil oldin Toshkentdagi eng tez mashina deb Zikr FR mashinasini olib kelgan edik. Endi bo'lsa 1 yildan keyin Xiaomi Su7 Ultra endi Toshkentdagi eng tez mashina shu mashina bo'ladi. 1548 ta ot kuchi, 0 dan 100 gacha bor yo'g'i 1.9 sekund. Endi kelinglar, kim bu mashinaga konkurent bo'la oladi? Kommentariyada yozinglar. Bu mashinani hozir zaryadga qo'yganmiz, to'lishi bilan bitta tezligini olib tekshirib ko'ramiz. Bu mashinamizda Zikr FR'da yo'q. Ot kuchi ko'p va pnevma podveska bunda bor, Zikr FR'da bo'lsa yo'q. Bu mashinamizda ham karbon keramika, unda ham karbon keramika. Bu mashinamizda ot kuchi taxminan 300 ta ot kuchi bunda ko'p. Bu mashinamizda Alcantara salon, rullari karbon, Su7 Max dan farq qiladi ruli va bu yerdagi karbon elementlari. Qolgan narsalari juda ham bir-biriga o'xshash. Albatta, sariq remen, sariq strochkalar, lekin Passatga hali ham menga o'sha Su7ni eslatyapti. Hozir bunda yurib ko'ramiz, ощущениямni realni olamiz. Qanaqa menga adrenalin bera oladi bu mashina. Meni o'ylashim bo'yicha bu mashina albatta FR'dan ham tezroq bo'lishi kerak. Buni mazasini hozir birga sizlar bilan ko'ramiz. Toshkentdagi eng tez mashinani haydash baribir boshqacha bo'lsa kerak. Tayyormisan? Voy do'p! Hop. Nima bo'pti? Billa! Zaryadkamiz 34%. Shunda shunaqa yuryapmiz. 100% bo'lganda yana bir boshqa tema bo'ladi. 1, 2, 3. Voy! Blin! Mashinani ko'rdinglar, qanaqa pushka mashina. Kimga agar shunaqa eksklyuzivniy mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bilasizlar haqqa murojaat qilishi. King Motors avtosalonida sizlarni kutib qolamiz. Shunaqa eksklyuzivniy, eng tez mashina va eng texnologik mashinalarni bizdan zakaz qilinglar.